Rarat, bitta qo'shib bering. Ustoga olishni ham biladi-mi? Olmurod, hozir nima qilyapsiz hozir tushunmadim. Bilmayman qorningizda. Bor hozir shu qornim bilan urib o'ldiraman hozir. Aka bering loshkami, qo'shig'imi, stakanmi bering. Usto bu dam olish bilan shartnoma qilganmisizlar? Nimaga? Ha, nimaga ishlamayapsizlar? Material bo'lsa ishlaydim, jura. Sizlarga hozir nima material kerak? Shibyonka yo'q, jura. Mana shu biyonka. Sizlarga jurajon kafel kerak terishga. Usto bu paleti bilan turibdi-ku, bahona qilma. Bizga o'zi nima kerak, azamat? Dam kerak. Materialni aytolma. Armatura kerak. Armatura 1 yildan beri yo'q, jura. Usto bu mana bu Osiyo bo'yicha eng katta metal baza. Xohlang profil oling, xohlang list oling. Armatura yo'q deysiz mana, vagoni bilan armatura. Faqat ishlang, usto bu. Ustobo ta'mi qanday ekan? Ajoyib, jura. Bu tezroq global metal bilan hamkorlik qilishimiz kerak ekan. Metallar zaxirasi bilan turar ekan. Erondan to'g'ridan-to'g'ri keladi ustobo. O'zbekistondagi katta qurilishlar ham shular bilan birga ishlar ekan. Yaxshi. Ha, olamizmi shundan ustobo? Birinchi zumnoga qaraylik, keyin metal olamiz, azamat.